BMW M4dan keyin o'zimga Aston Martin olmoqchi edimda. Ichida to'lib qoldim, sig'madim. Ferrari ko'rdim. Bu ikkala mashina ham o'ziga xos tarzda bo'yi tanlanar ekanda egasini. Ana hozir Ferrariga o'tirib ko'ramanda qanchalik tiqilib qolishimni ko'rasiz. Даже boshim ham nima bo'lib qolgan. Okey. Bismillah. Mashalloh. Hop, sideniyasi oxirgacha mana. Salonni olgan. Ovozini qarang. Endi M4da qanaqa jasadim joylashishini ko'rasiz. Hop. Betga уже bemalol, uzunroq. Qarang. Даже joylashganimda mana даже ortiqcha joy, mana o'tiraman-ku. Ortiqcha joyi ham bor. O'zini sezish kerakda kupeda egasi. Mana endi buni ovozi. Короче, sig'adimi, sig'maydimi? M4mi, Ferrarimi, Lamborghinimi? Har bitta mujikka nasib qilsa. Baxtli bo'linglar.